Saodatning sabablaridan 24-si go'zal sabr. Sabr bilan ziylatlanishlik birodarlar buyuk ulug' insonlarning sifatlaridan. Ana shunday bir ulug' insonlar qiyinchiliklarni keng yurak bilan, kuchli iroda bilan, mustahkam iymon bilan qarshi olishadi. Agar birodar sen bilan men ham ustimizga kelayotgan qiyin, mashaqqatli kunlarga sabr qilmasak, sabrdan boshqa nima qila olamiz? Bundan boshqa qanaqa yo'l bor? Sabr qilish esa birodar, aniq bilginki, Alloh taolo bilan birga bo'lsak oson bo'ladi. Alloh taologa bo'lgan iymoning bilan seni sabring komil bo'ladi. Haqiqiy sabr banda bu mo'min banda bo'ladi. Iymoni qancha komil bo'lgan sari kishining sabri ham, sabrligi ham shuncha komil bo'ladi. Astagfirullah. Wasbir va ma sabruka illa billah. Alloh taolo aytadi, sabr toqat qiling. Yolg'iz Alloh yordami bilangina sabr qilishga qodir bo'lursiz. Mana aytdik, Allohga iymoni komil insonni sabri ham komil bo'ladi. Sabr nima edi o'zi? Sabr shikoyat qilmasdan yashashlik. Sabr degani shikoyat qilmaslik. Alloh bergan kunga rozi bo'lishlik. Alloh bergan kunga qanoat qilishlik. Chunki sizga yoqmayotgan shu kun bundan bettarroq bo'lishi mumkin edi. Mana shu narsani o'ylang, shukr qiling, rozi bo'ling. Inson Alloh bilan birga bo'lar ekan, sabrli bo'lishligi oson bo'ladi. Sabr birodarlar insonni baxtga, saodatga olib boradigan muhim sabablardan bittasi. Sababga birodarlar har kuni muhtojmiz. Har lahzada muhtojmiz. Eng katta sabr Allohning sabri. Eng katta sabrni Alloh taolo qiladi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam aytadilar, hech bir kishi eshitgan musibatiga Allohdan ko'ra sabrliroq emas. Kofirlar Allohning xotini bor deyishdi. Bolasi bor deyishdi. Allohni haqorat qilishdi. Alloh sabr qildi bunga. Sabr qildi, ularning rizqlarini qoldirmasdan ato qilaverdi. Demak, birodarlar, sabr qilishlik bu mo'minda topiladigan eng ulug' sifatlardan. Hammamiz bilgan Asr surasi. Val asr innal insana lafi khusr. Robbimiz subhanahu va taolo aytayaptiki, asrga qasamki, inson zoti bor, dunyoga kelibdi, ziyonga kiribdi. Qasam bilan aytayapti. Dunyoga kirding, ziyonga kirding. Faqatgina 4 ta sifat egalari bu ziyondan omonda. Iymon, solih amal, bir-birini haqqa chaqirish va oxirgisi sabr. Chunki siz iymoningiz bo'lsa, solih amalingiz bo'lsa, bir-biringizni haqqa chaqirsangiz-u, ammo mana shu ishlarning yo'lida keladigan mashaqqatga sabr qilmaydigan bo'lsangiz, bu amallar foyda bermay qoladi. Sabr birodar oxirgisi. Buyuklarning hayotiga qaraydigan bo'lsangiz, ularning hayoti xuddi ana shu balo, musibatlar musobaqalashadigan bir maydonga o'xshaydi. Bitta balo, bitta musibat ketmasdan turib ikkinchisi bostirib kelgan. Bular o'zlariga sabrni qalqon qilib olishdi, Allohga bo'lgan ishonch bilan o'zini himoyalashdi. Ulug' insonlarning yo'li shunday edi. Qiyinchiliklarni yengishgan, mushkullarni yerga tashlashgan, shu bilan g'olib bo'lishgan. Astagfirullah. Wasbir ala ma asabaka inna zalika min azmil umur. Sizga yetgan balolarga sabr qiling. Albatta mana shu ishlarning maqsadga muvofiqroqidir. Eng ulug' ishlardan bittasi. Ustingga bir qiyinchilik kelsa birodar, musibat kelsa, ishing fasobrun jamil deyish. Yusuf alayhisalomni bo'ri yeb ketdi deb akalari Yaqub alayhisalomga yolg'on xabardor berishdi. Yaqub alayhisalom nima dedi? Fasobrun jamil. Vallohul musta'anu ala ma tasifun. Endi meni ishim chiroyli sabr qilish, sizlar aytayotgan ishda menga Alloh taolo o'zi nima bo'lsin, yordamchi bo'lsin. Endi nima qila oladi? Endi nima qiladi? Sabr qiladi. Sen ham birodar, meni ishim chiroyli sabr deginda ishingni davom etkazaver, sabringda davom et. Va yana qaytarib aytamiz, seni sabr toqat qilishliging Allohning yordami bilan bo'ladi. Parvardigor sabr qilishlikka quvvat ber, rozi bo'lishlikka, qanoatli bo'lishlikka o'zing quvvat ber deb Alloh taologa duo qil. Fasobrun jamil vallohul musta'anu ala ma tasifun. Fasbir sabran jamila. Bas chiroyli sabr bilan sabr toqat qiling.
Mana endi chiroyli sabr qanaqa bo'ladi? O'ylab ko'rganmisizlar? Chiroyli sabr qanaqa bo'ladi? Indamay chizi qo'yib turishmi? Yo odamlarga borib shikoyat qilishmi? Chiroyli sabr qanaqa bo'ladi? Chiroyli sabr qiyinchilikdan qutulib ketaman deb aniq ishonib sabr qilishing. Bu ishni oxiri albatta yaxshilik bilan tugaydi deb ishonib sabr qilishing. Shu musibatga sabr qilsam, ajrga ega bo'laman deb aniq ishonib sabr qilishing. Shu musibatga sabr qilsam, gunohlarimga kafforat bo'ladi deb aniq ishonib sabr qilishing. Mana shu sabr chiroyli sabr deyiladi. Qiyinchilik birodar har qancha katta bo'lib ketsin, yo'ling qancha torayib ketmasin, baribir g'alaba sabr bilan birga bo'ladi. Sabr bilan birga bo'ladi. Inna ma'al usri yusra. Har bitta mashaqqat bilan birga bir qancha yengillik bo'ladi. Ishing yurishmayapti, bitta mashaqqat, lekin yurting tinch, taning sog', ko'chaga chiqib bemalol yuribsan. Yengillikmi? Tishing og'riyapti. Qolgan a'zolaring sog', qonni qursog'ing to'q, ishing yurib turibdi. Bitta mashaqqatni ko'rib turib boshingga kiyib olmagan. Ozgina sabr qil. Ana shu sabringni quvvatli qiladigan ishlardan bittasi shu yengilchiliklarda borligiga qarashliging. Undan tashqari har qanday amalning savobi qiyomat kunida birodarlar o'lchab beriladi. Masalan, bir vaqt namozni uyda o'qisiz, bitta savob bo'lsa, masjidda o'qisiz 27 barobar savob. 1 so'm ihson qilsangiz, Alloh taolo 10 barobar qilib qabul qiladi yoki 700 barobar qilib savobni ko'paytirib beradi. Hamma amalning beriladigan savobining hisobi bor. Faqatgina sabrning hisobi yo'q. Demak, bu juda ham bir ulug' amal. Astagfirullah. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighayri hisab. Albatta sabr toqat qilguvchilarga ajr mukofotlari qiyomat kunida hisob-kitobsiz to'la-to'kis qilib beriladi. Hisoblanmasdan beriladi. Qaysi amalning savobi? Sabrni. Rozi bo'lish, savob umid qilish, chiqib ketaman, gunohlarimga kafforat, bundan keyin albatta yaxshilik bor deb aniq ishonib turib sabr qilish. Mana shu chiroyli sabr bo'ladi. Vado Asahmi aytadi, xorlanayotgan bo'lsang ham musibatlarga sabr qil. Ko'pincha ustingdagi musibatning foydasi seni xursand qiladigan ishlardan ham oliyroq. Musibatga sabr qilding, o'tib ketsa xursand qiladi seni, tugasa. Lekin musibat ketgandan keyin uni orqasidan qanaqa katta foyda kelishligini sen bilmaysan. Ko'pincha ustingdagi musibatning foydasi seni xursand qiladigan ishlardan ham oliyroq. Chunki ko'pikning ostida oppoq shirin sut bo'ladi. Seni ko'zingga ko'pik ko'rinyapti, lekin tagida nima bor? Suti bor. Shuning uchun ustingga kelgan musibatni bilginki, Alloh taolo seni sinash uchun berdi. Sabr qil, rozi bo'l, shukr keltir, tagidagi sutiga qo'ling yetadi. Inshaalloh. Umar ibn Xattob roziyallohu anhu aytadiki, sabr bilan go'zal hayotga yetdik. Sabr bilan go'zal hayotga yetdik. Mana yosh kattalarni qaranglar-da, hammasi mana shu etapdan o'tgan. Oilasida muammo bo'lgan, sabr qildi. Xotinidan bir qaysidir fe'llari yoqmagan xotinini sabr qildi. Bo'ldi qo'lida, bo'lmadi qo'lida, yetishmovchilik bo'ldi, sabr qildi, bo'ldi. Kim sabr qilsa erishadi yaxshilikka. Musibat paytida ahli sunna odamining 3 ta yo'li bor. Birinchisi sabr, ikkinchisi duo, uchinchisi kengchilikni kutishlik. Sabr qilasiz, duo qilasiz va aniq ishonasiz, Parvardigor menga yengillik beradi deb. Ahli sunna val jamoaning e'tiqodi yo'li shu. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytadilar, kim sabr qilsa, Alloh unga sokinlikni beradi. Xotirjamlikni beradi. Sabrsizlik va tushkunlikka tushishdan ko'ra sabr qilish yaxshi-da. Yo tushkunlikka tushasiz, sabrsizlik qilib, yoki sabr qilasiz. Endi ixtiyoringiz bilan sabr qilganingiz yaxshiroq-da, majbur sabr qilganingizdan ko'ra. Pulingizdan ayrildingiz, musibat. Farzandingizdan ayrildingiz, musibat. Sizga yoqmaydigan bir musibat keldi. Endi siz rozi bo'lib sabr qilsangiz ham ko'nikib ketasiz bu ishga. Jazavaga tushsangiz ham 3-4 kun o'tgandan keyin ko'nikib ketasiz.
ixtiyoringiz bilan sabr qilganingiz qada-yu, majbur bo'lib sabr qilganingiz qada. O'tib ketgan ulug' insonlarni hayotini o'qib, ularda sabr toqatlarini ko'rib turib inson hayratga tushasan. Ularni boshiga tushgan musibatlar shunaqa bir katta bo'ldi, lekin ular bu musibatlarni xuddi o'zini boshiga tushgan bir tomchi suvda qabul qilishdi. Ularning sabotlari tog'dek edi. Birodarlar, hammaga ma'lum bo'lgan haqiqat. Faqat o'sha musibat kelgan paytda buni esdan chiqarib qo'yamiz. Mashaqqat ozgina vaqt davom etadi, xolos. Mashaqqat ozgina davom etadi, xolos. Lekin o'sha mashaqqat kelgan paytda shu hikmat esimizdan chiqib qoladi. Ma'qulmi? Shuni eslataylik o'zimizga. O'tib ketadi bunisi ham. Bunisi ham o'tib ketadi. Keyin esa yuzingda xursandchilik nurlari, g'alaba quvonchi, yutuq belgilar balqib turadi. Faqat sabr qil, sabr qil. Ana shu ulug'larimiz hayotini qarasangiz, boshiga bir musibat kelganda, bu balolar qachon ustimizdan ko'tarilar ekan deb yotib olishmagan. Uyga kirib o'tira olmagan. Ana shu mashaqqatlarga qarshi sabr bilan turib kurashgan, osonlikcha bo'yniga yeb qo'ymagan. Sabr, birodarlar, yengilliklarni ochadigan kalit. Sabr yengilliklarni ochadigan kalit. Kim sabr qilsa, qadr topadi. Sabrning mukofoti nima? Muvaffaqiyatga erishishlik. Balo o'z yechimi bilan keladi. Agar sabr qilinsa. Balo o'zini yechimi bilan keladi agar sabr qilinadigan bo'lsa. Donishmandlar aytadi, bitta yomonlik ortidan ko'plar yaxshiliklar bor. Abu Ubayda aytadi, bilginki, senga musibat yetib turgan chog'da senga yetishi mumkin bo'lgan bundan ham kattaroq musibat bor edi. Ustingda bitta musibat turibdimi? Bundan kattaroq musibat kelishi ham mumkin edi. Ana shulardan omonda qolganingni o'ylab shukr qil. Senga ketgan narsani yengil sana. Ha, bo'pti, nima deydi? Motorini suv berib yubordi. Musibatmi? Musibat. Yumalab ketmading-ku jarga qarab mashinang bilan. Mumkinmi shu ham? Mumkin. Baloni otilib ketdi. To'xtagunicha chaynab tashadi. Almashtirish kerak. Mashina yumalab ketmadimi? Shuning uchun bir musibat kelgan paytda bundan bettaroq bo'lishi mumkin edi. Bundan kattaroq narsa bo'lishi mumkin edi deganda, shu musibatning ustidan foydadasan sen. Anushirvonni bir hikmatli gapi bor ekan. Juda ham bir ibratlanadigan. Quloq solinglar-da. Anushirvon aytadi: "Dunyoning ishlari hammasi ikkiga bo'linadi. Ikkiga bo'linadi. Birinchisi yechimi bor ishlar, ikkinchisi yechimi yo'q ishlar. Yechimi bor ishlar, uni davosi jiddiy jahd bilan harakat qilish. Endi yechimi yo'q ishlar, uni shifosi sabr qilish. Nima qilasiz endi shu ekan endi bor endi. Qilyapsiz, harakat qilyapsiz, bo'lmayapti, nima qilasiz endi? Nima qilasiz endi? Bolangiz mashina minib stolbaga uribdi. Kalitni olib qo'yish kerak edi. Uribdi, endi nima qilasiz? Bolani urasiz. Nima qilasiz endi? Dollar o'ynab ketdi. Sotib olish kerak edi 100 so'm bo'lganida. Mana endi qancha bo'ldi? Bobo oldi, endi joyiga shu nima qiladi? Demak, shuni Alloh xohlagan ekan, bo'ldi. Tugadi. Demak, dunyodagi ishlar ikkiga bo'linyapti, birodarlar. Yechimi bor ishlar, yechimi yo'q ishlar. Yechimi bor ishlarni qo'lingizdan kelsa jiddiy jahd bilan harakat qilasiz. Endi yechimi yo'q ishlarga yechim nima ekan? Sabr ekan. Shu formula yetadi bugun bizgachi. Mana hozir siz yuragingiz siqayotgan ishlar bor edi. Kallangizni g'amga solib turgan narsalar. Buni endi ajratib oling endi. Qaysinisi bu? Hakimlar aytadi, yechimi yo'q mushkilaning yechimi sabr. Yechimi yo'q mushkilaning yechimi sabr. Kim sabrni lozim tutsa, albatta yutuqqa erishadi. Ishoq Obid aytadi, Alloh taolo bir bandasini og'ir musibatlardan saqlash uchun gohida uni yengil musibatlar bilan imtihon qiladi. Katta balodan saqlashlik uchun Alloh taolo kichkinasini beradi. Demak, yengil bo'lgan mana shu musibat aslida ne'mat ekan. Kim bir musibatga sabr qilib, bu muammodagi Allohning tadbiridan rozi bo'lsa, unga musibat orqasidagi yashirin foydalar ochiladi. Buzurgi mehr aytadi, sabr qilib najotni kutish havas qilarli maqomlarga olib boradi.
sabr qilib najotni kutish odamlar havas qiladigan maqomga olib boradi. Jannatiylar jannatga kirganida ularga aytiladi. Astagfirullah. Salamun alaykum bima sabartum fa ni'ma uqbaddar. Sabr toqat qilib o'tganlaringiz sababli sizlarga mana shu jannatda tinchlik, osoyishtalik bo'lgan. Nima uchun? Nima qilgani uchun? Sabr qilganligi uchun. Alloh taolo Qur'onda Ol Imron surasida aytadi, astagfirullah. Ya ayyuhallazina amanu isbiru va sobiru va robitu vattaqulloha la'allakum tuflihun. Ey mu'minlar, sabr qilinglar va sabr toqat qilishda ustun bo'linglar. Hamda doim hozir bo'lib turinglar. Allohdan qo'rqinglar, shunda shoyat najot topsanglar. Najot topishlikka shart qilinayotganda birodarlar, sabr toqat birinchi navbatda aytilyapti. Sabr toqat qilganga najot bor ikki dunyoda. Birodar, sabr qil, albatta najotga erishasan. Bu Allohning va'dasi. Chiroyli sabr qilishlik insonni saodatga olib boradi. Chiroyli sabr qilish qanaqa bo'ladi? Qiyinchilikdan qutulishga aniq ishonib sabr qilishing. Ishingni oxiri yaxshiligi bilan tugashiga aniq ishonib sabr qilishing. Musibatga sabr qilsam, aniq ajriga ega bo'laman deb ishonib sabr qilishing. Gunohlarga kafforat bo'ladi deb aniq ishonib sabr qilishing chiroyli sabr bo'ladi. Fasobrun jamil. Biz ishimiz chiroyli sabr qilishlik. Saodatning 24-sababi go'zal sabr. Aqulu qawli hada va astaghfirulloha li va lakum. Assalomu alaykum va rahmatullohi ta'ala va barakatuh.